Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haj mabrurning mukofoti jannat bo'lishi haqida zikr qilib o'tganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu zot aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim bu baytni haj qilsa-yu rafas qilmasa, rafas degani jinsiy aloqaga taalluqli bo'lgan so'zni so'zlamasa va qiliqlarni qilmasa va fisq va fujur ishlarni qilmasa, go'yoki shu bugun onasi tug'ilganidek gunohlardan forig' bo'lib qaytadi deganlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari. Azizlar, biz bu joydan olib ketadigan eng buyuk saodatimiz jannatiy bo'lib ketishimiz. Chunki haj mabrurni mukofotini payg'ambar alayhissalatu vassalam jannat dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, haj bilan umrani ketma-ket bajaringlar. Chunki bu ikkisi go'yoki temirchining bosqoni temir, oltin va kumushni zangini ketkizgani kabi insondan kambag'allik va gunohni ketkizadi. Haj mabrurning savobi faqat jannatdir deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Azizlar, bizni hajimiz bilan umramiz ketma-ket bo'layapti. Tamattu hajini qilyapmiz. Oldin umra qildik, endi haj qilamiz inshaalloh taolo. Kim shuni qilsa, mana shu amaldan shunday chiqadiki, undan Alloh taolo kambag'allikni ham ketkazadi, gunohlarni ham ketkazadi. Temirchini haligi olov bilan uradigan bosqoni bor. Temirga ursa, temirni zangini ketkazadi. Oltinga ursa, oltinni kirlarini ketkazadi. Kumushga ursa, kumushni kirlarini ketkazgani kabi faqirlik va gunohlarni insondan ketkazadi. Mana shu hadisning oxirida ham payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Haj mabrurni jannatdan boshqa mukofoti yo'q, savobi yo'q. Ya'ni uning mukofoti jannat dedilar. Alloh taolo hammamizga bu jannatni nasib qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam boshqa bir hadislarida haj mabrurning mukofoti jannatdir deganlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan sahobalar, ey Allohning rasuli, haj mabrur nima deb so'raganlarida Rasul akram sallallohu alayhi va sallam it'amut ta'am va tibul kalam deganlar. Odamlarga taom berish va shirin so'z bo'lish deganlar. Mana shu ikkita narsaga e'tibor qaratamiz. Qo'lingizdan kelsa, imkoniyatingiz bo'lsa 5 riyalmi, 10 riyalmi kambag'allarga ko'proq sadaqa bering. Ayniqsa hajni ihromiga kirgandan keyin. Va tilingizga ehtiyot bo'ling. Har bitta chiqadigan so'z yaxshilik bo'lsin, hatto xayolimizdan ham gunoh o'tmasin, yomon narsa o'tmasin. Ana shunda inshaalloh taolo hajimiz mabrur bo'ladi. Azizlar, haj mabrurni yana ulamolar ta'riflaganlar. Haj mabrur desa, ba'zi ulamolar aytganlarki, gunoh aralashmasdan qilingan haj mabrur deganlar. Yana ba'zi ulamolar aytganlarki, haj mabrurdan keyin uning sohibi keskin o'zgargan haj deganlar. Hajdan keyin uyga borasiz, yurtga borasiz, odamlar sizni orqangizdan falonchi odam juda ham o'zgaribdi, yaxshilik tomonga o'zgaribdi, boshqa odamga aylanib qolibdi desa, siz haj mabrursiz. Alloh taolo mana shu haj mabrurni nasib qilsin. Azizlar,